13 ta fantastik voqea yaqin 10 yil ichida real hayotimizda sodir bo'ladi. Birinchisi, naqd pul umuman yo'qolib ketadi va hamyonimiz muzeyda Xiva xonlarining qilichlari yonida turadi. Ikkinchisi, telefonimizni yiliga faqat bir marta zaryadga qo'yamiz, chunki tangasimon atom batareykalari ishlatiladi. Uchinchisi, yurist, tarjimon, dasturchi, dizayner, hisobchi kabi kasblar umuman yo'qolib ketadi va ularning o'rnini AI egallaydi. To'rtinchisi, til bilmaslik aslo to'siq bo'lmaydi. Hamma quloqchin tarjimonlar orqali gaplashadi. Beshinchisi, odam va nihoyat Marsga uchadi. Oltinchisi, dunyoda birinchi trillioner odam paydo bo'ladi. Yettinchi, mashinalar o'zlari harakatlanadi, ularga haydovchilik guvohnomasi kerak bo'lmaydi. Sakkizinchi, har ikki uyning birida robotlar xizmat qiladi, ular dazmollaydi, yuvadi, pishiradi, supuradi. Va to'qqizinchisi, tarixda birinchi marta yer yuzida aholi kamayishi ro'y beradi. 10-chi, shaxsiy qurilmalar havoda muallaq turadi. 11-chi, insonlar AI bilan romantik munosabatlar qura boshlaydi. 12-chi, birinchi marta o'rtacha umr ko'rish 100 yoshdan oshadi. Va nihoyat 13-chisi, kompyuterlar bizni miyamizni o'qishni boshlaydi. Bu videoni saqlab qo'ying va yana 10 yildan keyin ochib qarang, hammasi realizatsiya bo'lgan bo'ladi. Va ushbu videoni eng yaqin do'stingizga jo'natib qo'ying va menga obuna bo'lishni ham unutmang. Salomat bo'ling.